Homilador ekansan. Xolam aytdilarmi? Kelin telefon qildi. Qarang, hamma ketma-ket tug'arkan. Kenayam, men, Daryo opam. Balki opajon, siz ham homilador bo'larsiz dedi. Keyin oyimga telefon qildim. Oyim aytmadilar. Baribir bildim. Oyim o'ylayaptilar-ki, bu seni eringni bolasi deb o'ylayaptilar. Lekin oyimni aldaysan-u, meni aldolmaysan. Bu nima degani? Bu erimni bolasi. Erimni kechirdim, ko'rishib turibmiz. Lekin bu haqda hech kimga aytmagandim. Daryo, qo'ysang-chi. Yoshligingni aldolmasding. Hali ham aldashga eplolmaysan. Men seni yaxshi bilaman-ku. Nima bu? Ali akam bolasimi? Opa, jinmisan? Esing joyidami? Akammi bolasi? Qanaqasiga?